ota-onamga tabrik loyihasi kuzatuvchilari, mana ulug' Ramazon oylarining 18-mart sanasida baxtli oilamizning baxtiyor kunlarida sherik bo'lib turibmiz. Ya'ni Alisher otajonimizni 60 yoshlarini qarshi olyaptilar ekan. Shu munosabat bilan farzandlari ularga unutilmas ajoyib sovg'alar tayyorlab qo'yganlar. Va biz ularni topshirishga tashrif buyurdik. Sherobod tumanidamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Eng qiziqarli lavhalar halolatda. Dadamni soyasida, dadamni soyasida Qo'shmaga xor bo'lmadim, dadamni soyasida Osh pishlar savlatim, onam mening jannatim Dadamni soyasida, tirikligim davlatim Osh pishlar savlatim, onam mening jannatim Dadamni soyasida yashadim Dadamni soyasida Dadamni soyasida Dadamni soyasida Odamni chaqiringlar. Qo'shmaga xor bo'lmadim Dadamni soyasida Zo'r bo'lay deb Aslan, bittaqa. Mehmonlarimiz so'rab olamiz. Bir mehribon onam borda Mehmonlar olamiz, to'yga olamiz. Sasi qara, sachibri. Mayusha tuyanlardan bir mehribon otam borda Avvalambor assalomu alaykum. Avvalambor assalomu alaykum deymiz. Barcha aziz mehmonlarimizga xush kelibsiz. Mana shunday ulug' ayyomlarda baxtli otajonimiz Alisher otajonimiz hamda Gulnoz onajonlarimizning eng quvonchli kunlarida birgalikda sherik bo'lib turibmiz. Avvalambor otajon, tug'ilgan kuningiz, shukronalik ayyomingiz muborak bo'lsin. Ilohim har doim mana shu farzandlarning baxt rohatini, kamolotini ko'rib yursam, hech qachon charchamang deymiz. Onajonim bilan inshaalloh umra haj safarlariga borib, hojona degan maqomlarga qayta erishib kelishingizni chin qalbimizdan tilaymiz. Ana o'shanda ham hoji onajon, tug'ilgan kunlar yaxshi kunlar muborak bo'lsin deb tashrif buyurishlik nasib qilsin. Onajonimiz, otajonimiz uchun bitta guldiroz qarsak so'rab qolgan bo'lardik. Otajon, mana bugun 60 yoshni qarshi olyapsiz. Eng ulug' yoshlardan biri. Ilohim umringiz chinor daraxtidek uzun bo'lsin deymiz. Har doim har bir kuningiz mana shunday quvonchli lahzalarga boy bo'lsin. Shu yerdagi barcha aziz mehmonlar qatori biz ham sizni tabriklab yurishlik nasib qilsin deymiz. Otajon, bugun farzandlaringiz siz uchun ajoyib sovg'alarni tayyorlab qo'yganlar. Nafaqat bugungi ko'rib turganingizdek ajoyib dekoratsiyalar, balki guldastalar siz uchun, ajoyib tortlar, shirinliklar siz uchun. Mana shunday quvonchli kunga yetkazgani uchun Allohimga ming shukrlar deymiz. Qarang, ikki yoningizda qanotingiz bo'lib turgan farzandlaringiz turibdi. Ilohim mana shu farzandlarni, kelinlarni, nabiralarni baxt rohatini ko'rib yuring deymiz. Kichik bir chiroyli tabriklarimiz bor. Aynan farzandlaringiz siz uchun maxsus tabrik xatlari yo'llagan. Xo'p desangiz, barcha mehmonlar guvohligida ushbu maktubni sizga yetkazib qo'yamiz. Xo'pmi otajon? Xo'p, unda qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Mening davlatim, jonu jahonim bo'lgan o'zimning padari buzrukvorim otajonim. Sizni bugungi shukrona kuningiz, tavallud ayyomingiz bilan, ro'za Ramazon oylari bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Otajon, ilohim har doim baxtimizga sog' va salomat bo'ling. Bilasizmi, shu hayotda borligingiz, doimo yonimizda borligingiz uchun Allohimga mingdan ming shukronalar keltiraman. Men bu dunyoda eng baxtli va boy insonlardanmiz. Biz farzandlaringiz hamisha sizga tirgak bo'lishga harakat qilamiz. Sizdek dadajonim, onajonim borligidan juda xursandmiz va har doim faxrlanamiz. Kuni kun tuni tindimasdan butun umringizni bizga bag'ishlab, shu kunga yetkazganingiz uchun kattakon rahmat. Sizlarni yaxshi ko'raman. Baxtiyorman.
ko'zlarimga dunyo keldi. Duo bilan har kishining ishi o'ngdir, so'zlaringiz oltinlarga qadar tengdir. Mening uchun qiblagohim otajonim, duogo'yim, nur panohim onajonim. Mening mahzun tag'in shodon kuyimdasiz. Nurli panoh tilab turgan o'yimdasiz, parvonasiz, har daqiqa o'yimdasiz. Tangridan baxt oliy so'rgan otajonim, yoshligini menga bergan onajonim. Oh urarman, qadringizga yeta olmagan. Shirin so'zim sizga tuhfa eta olmagan men bag'ri tosh bo'ldimmikin? Oh shundayan, yo'llaringiz intizorim otajonim, nuri diydam, yog'i borim onajonim deya sizni tabriklabdilar. Qani bitta qarsak bo'lsin yana qurbona. Otajon, bu hali hammasi emas. Ajoyib guldastalar, ajoyib shirinliklar, sovg'alardan so'ng siz uchun yana unutilmas bir sovg'a bor. Agar xo'p desangiz, albatta barcha aziz mehmonlarimiz guvohligida ushbu sovg'alarni farzandlaringiz nomidan deb qabul qilasiz va ularni sizga taqdim etamiz. Agar sovg'alar tayyor bo'lsa, marhamat, shamlarni yoqamiz va shirinliklarimizni taqsimlab olamiz. Kelinglar, hammamiz telefonimizni fonarini yoqamiz. Hamma telefonini fonarini yoqsin. Lola. Adin. Iloji bo'lsa hammamiz. Kriston. Muborak bo'lsin. Onajonimizga gullarimizni ham taqdim qilamiz. Qabul qilasiz onajon? Dada endi gul olmaydi. İşlerimle poylab yurgan qadam bor. Vaqtimni ko'rolmas qancha odam bor. Ey otasini davrida boy deganlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. Yuradi yurakdagi Azizlar, otajon, mana bugun Pakai lopo. Kılsarın gülsünlerim. Gulroz qartagilar bo'lsinlar. Düşlerge zor olmadım. Dostlarga zor olmadım. Yaşadım hiç sunmadım. Dadamni soyasida düşmanga xor. Otajon, mana farzandlaringiz, uch qanotingiz siz uchun unutilmas sovg'alarni maxsus tayyorlab qo'ygan ekanlar. Xursandmisiz? Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Ilohim mana shu farzandlarni yana bir karra baxt rohatini ko'ring. Qani marhamat, minib ko'ramizmi endi? Qani qarsanglar bilan qo'llab turamiz. Yaşadım hiç sunmadım. Dadamni soyasida. Tirikligim Ertasidan chalsalar. Quvonch ko'z yoshlari ko'zingizdan ma'lum bo'lib turibdi. Ilohim umra haj safarlariga borganingizda ham mana shu o'g'lingiz
mana shu farzandlaringiz yoningizda bo'lib, labbay onajonim, labbay onajonim deya xizmatingizda bo'lsinlar. Mana barcha mehmonlar oldida sovg'alar taqdim etildi. Farzandlaringizga aytar so'zingiz bormi? Farzandlarim sog' bo'lsin, ishlariga rivoj, kelinlarim bilan baxtli bo'lsin. Har doim o'zida yaxshilik kunlar bo'lsin. Otajon, inshaalloh savol tug'iladi-da, kutganmidingiz? Men kutganman. Va mana o'sha kutgan kunlaringiz yetib keldi. Otajon, inshaalloh onajonim yonlarida har doim mana shunday farzandlarni nafaqat mashinalarda, xonadonlarni boshida mana shunday boshlariga toj bo'lib yurishdan, duo bo'lib yurishdan aslo charchamaydi deymiz. Shuning bilan mana shunday quvonchli kunda yana bir kar otajonimizni barchamiz chiroyli gulduros qarsaklar bilan tabriklab qo'yamiz. Hayolim oldi, shirin misoli, ko'zimda qoldi. Qarsaga taklif Aytsam sevgim yoki xasta. Yoki bir yuzi dilbar, buncha chiroyli. Rasim tushirilib. Hasan, sen rasim bir qarashi telba qilar oqmani, bu go'zal bormikan sevgani, o'zi shirin so'zi shirin shu qizni, o'zim bo'lay bir umrga sevgani, o'zi shirin so'zi shirin shu qizni, o'zim bo'lay bir umrga sevgani, oq buka bo'ta yoki pari oy yuzi dilbar, buncha chiroyli oq buka bo'ta yoki pari oy yuzi dilbar, buncha chiroyli. Endi azizlar, mana shunday quvonchli kunda Alisher otamizni yaqinlari bor ekan, tabrik so'zlarini yo'llaydigan. Marhamat, xolajonimiz bor ekanlar, ammajonlarimiz bor ekanlar. Ulardan chiroyli tabrik so'zlarini tinglab qolamiz. Marhamat. Gulchehra xolajonimiz bormilar? Marhamat. gapiring, mana ikki og'iz. Ikki og'iz. Hech narsa qilmang, hech kim ko'rmay. Chiroyli tilaklarimizni tiylaymiz. Marhamat. Ammajonlarimiz ham bor ekanlar, ammajonlarimizdan ham tiylaymiz. Marhamat. Mana bugun ukajonim Alsherda 60 yosh yugurdi. Men unga uzoq umr sihat salomatlik tilayman. Qo'shganimda qo'shaqaydi. Bola chaqani yorichalarni qiziqtirib umra safarlariga borishni Alloh nasib etsin. Yana tug'ilgan kunlariga hamma shunday kuyda bo'lishni Alloh hammani yetkazsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Yana tabrik so'zlaydigan aziz mehmonlarimiz bormi? Qarang otajon, bugun mana shuncha mehmonlar sizni quvonchli kuningizga tashrif buyurgan. Albatta har birlarining qalbida chiroyli yaxshi niyatlar bor. Har birini ko'zlariga qarasangiz, havas ko'zlari bilan qarab turibdilar. Marhamat, yaxshi niyatlarimizni tinglaymiz. Qani bormilar? Kelinlarimizdan ham tinglaymiz, yaxshi niyatlar. Siz ateşle bir krasiva. Mikrofonlar ishlab ketdi, Shoira opamizga yaxshi niyatlar tinglarkanmiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz qo'ni qo'shnilar, qadrdonlar. Mana bugun jon qo'shnimiz akajonimda qadrdon do'sti Alisher akamizning tug'ilgan kunlari, yubileylari 60 yoshi muborak bo'lsin akajon. Doim sog' bo'ling. Bolalaringizni baxtiga. Bugun o'zingamiz bilan nima deydi, qo'sha qarib hajlarga borib kelib, nasib inshaalloh. Mana shu ko'chamizning eng namunali oilalaridan birisizlar. Shuning uchun hamma manaka nasib xudo xolasa keyingi yil 61 yoshingizga Asiljon deb divaynashga o'g'illar bilan kutib olaylik inshaalloh. Hammani tabriklayman. Sog' bo'linglar.
Guldirimiz qarsak bo'lsa, mana shu chiroyli yaxshi niyatlar uchun. Ana endi yaxshi niyatlar bildiruvchilarimiz bormi? Aziz mehmonlarimiz bo'lsa, marhamat, tinglab qolamiz. Agar bo'lmasa, barcha aziz mehmonlarimizni raqsga taklif etamiz. O'ynaymizmi? Конечно. Eshon bobojonlarimiz bor ekanlar, ulardan yaxshi niyatlarimizni tinglaymiz. Qadrdon do'stlar nomidan assalomu alaykum, marhamat. Yaxshi tilaklarga qo'shilamiz. Oshamiz umri qo'shilsa, mashg'ulotlarga ko'rsin. Doim yonimizda bundan keyin ham qancha Alloh umr bergan bo'lsa, sopol o'ynab kulib birga yuraylik. Umr uzoq bo'lsin. Baxt tilaymiz. Eshon bobomiz ham bor ekanlar, ha? Jiyanlaridan tabii. Jiyanlardan. Qani jiyanlarimiz bormi? Chiroyli yaxshi niyatlarni tinglaymiz. Suyar jiyan. Eng suyar jiyanlardan ekan. Rahmat so'z berganingiz uchun. O'zim tabriklayman. Ko'pini ko'ring. Bolalarning rohatini ko'ring. Nasib bo'lsa, eng yomon kuningiz mana shunday oila davrasida bo'lsa, shunday chiroyli bo'lsin. Nasib bo'lsa, hajlarga borisham qadr qilsin inshaalloh. Xudo xohlasa, hamma joningiz bilan qo'sha qaring. Eng yomon kunlaringiz mana shunday og'aynilar davrasida bo'lsin. Nasib bo'lsin. Rahmat. Eng suyukli jiyanlardan mana shunday suyukli yaxshi niyatlardan tinglab qolamiz. Yana bormilar? Qo'ni qo'shnilardan, aziz mehmonlarimizdan, mana shunday do'stlardan, qadrdonlardan, nevaralardan ham tinglaymiz, marhamat. Bormilar? Farzandlardan-chi tinglaymizmi yaxshi niyatlarni? Ikki og'iz, ha? Xo'p, tushunarli. Albatta otajon, har bir farzandingizning qalbida o'zgacha tuyg'u bor hozir. Hayajondalar, ularning tuyg'ularini o'zingiz aniq anglab turibsiz. Ilohim, mana shu farzandlarning rohatini ko'ring. Aha. Xo'p bo'ladilar. Demak, G'ayrat akamiz bor ekan, ukaxondangiz. G'ayrat akamizdan ham tinglar ekanmiz. Tashrif buyurgan quvonchli kuningizga sherik bo'lib turibdilar. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Alisher aka, tabriklaymiz akajon. Xudo bergan umrda barakali yangam bilan o'tkazing, nasib bo'lsa nevarlarni to'yiga ham o'ynab kulib 120 yoshingizda ham shunday tabriklab o'tiraylik. Akajon sog' bo'lingizlar, baxtli bo'ling. Rahmat. Habib akamiz bor ekan-a, jiyaningiz. Shu kishi ham men yaxshi niyatlarimni to'plab kelganman. Menga so'z bermayapsiz deya bizga murojaat qildilar. Habib aka bormisiz? Qani keling. Yaxshi niyatlarni tinglaymiz. Xo'p bo'ladi. Demak, hamma tayyor. Agar operatorlarimiz tayyor bo'lsa, bir chiroyli raqslar bo'lsa, onajonim, opajonlarimiz marhamat quvonchli kunda albatta kuy-qo'shiqlar, raqslar yarashadi. Keling navbatni. Demak, kuy-qo'shiqlarga beramiz. Barchani raqsga taklif etamiz. Marhamat.
Vah bu kabutar mı yoki parilisin? Ömür yorgunluk yanında kaldı. Vay ömür yorgunluk yanında kaldı. Benim canım çıraylı, çıraylı, çıraylı. 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 Çok çok hoş geldiniz. Belki taşıma, doktor Mustafa, hep bir yakını, şirin zaman.
yani nane şeker Atlı gülüyor zabane şeker Leblebi bol muhtemane şerin Atlı gülüyor zabane şeker Atlı gülüyor zabane şeker Şu şirin kandina bol şirin Leblebi bol muhtemane şirin Şu şirin kandina bol şirin Leblebi bol muhtemane şirin Chaqirganda yo'limga qani go'zalingni kuni dilam mezana to'y tuba dilam mezana Eyvallah ekan bu qizcha buncha arofa Shu shirin qandina bode shirin lablabi bo'lmoqda bode shirin Shu shirin qandina bode shirin lablabi bo'lmoqda bode shirin Sivsiya moyas keskin yaparash Mane divona qildi bu qarash Mane divona qildi bu qarash Shu shirin qandina bode shirin lablabi bo'lmoqda bode shirin Shu shirin qandina bode shirin lablabi bo'lmoqda bode shirin Yetercim, endi erkala tarkim Arasin bu yerde, o'zingsan da yuragime Bo'ldi yetercim, endi erkala tarkim Arasin bu yerde, o'zingsan da yuragim Oh, madmazel madam, go'zalsan da hammadan Arasim sen o'zimda, shimirma qo'shiq qalam Oh, madmazel madam, go'zalsan da hammadan Arasim sen o'zimda, shimirma qo'shiq qalam Marhamat, sağlarga binoan akamizni. Qani ketsin. Labidan bardan o'zidan netayman Somon ko'zligim ko'zlari sinog'idan netayman Shirin so'zligim yonaman Onaman sanadek ovoraman yonaman onaman sanadek ovoraman Jalal Oylasam puanım Oylasam puanım Canım Labedan bardan o'zidan netayman Sumar ko'zligim ko'zlari sinog'idan netayman Shirin so'zligim
Потерялся мальчик, ему 40 лет. Папа с мамой плачут, где наш корабль? Аравай, вай, 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 аравай, вай, скаканец, вай, аравай, вай, 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 аравай, вай, cały tanowaj. Ey, sudde akşam koynida, ey, vasling umidida, zor, seni intiq kutarman, sahar gece men bedor, sudde akşam koynida, ey, vasling umidida, zor, seni intiq kutarman, sahar gece men bedor, istesang shu falakdan oymoqni beraman, yulduzlardan bo'yningga marjon taqib qo'yaman. Istesang shu falakdan oymoqni beraman, yulduzlardan bo'yningga marjon taqib qo'yaman. O'yna, 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 sarak sarakka o'yna, 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 sarak sarakka o'yna, 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 kecha kechaga o'yna, 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 kecha kechaga o'yna, yelka uchirib o'yna, oyoq ko'chirib o'yna, yelka uchirib o'yna, oyoq ko'chirib o'yna.
Qarasang qarab qo'y hajjoningni, qarasang qarab qo'y hajjoningni, qo'llaringdan tushib kuchingdaysana, ko'rinmay qolsam qanday deysana, qo'llaringdan tushib kuchingdaysana, ko'rinmay qolsam qanday deysana, sog'indim quchog'ingiz, sog'indim quchog'ingiz, sog'indim Barcha mehmonlarimiz raqslarga taklif etamiz. Bugun o'ylaydigan, mazza qilib beradigan kun. Qani marhamat. Marhamat, otajonimizni taklif qilamiz, bir chiroyli duo bersalar. Otajonimiz, Alisher otajonimiz sherdamisiz? Keling otajon. Onajonimiz qanilar? Yonlariga taklif qilamiz, onajon kelasiz. Keling onajon. Alisher aka kelasiz. Xursandmisiz otajon? Har doim mana shunday quvonchli kun hayotingizda har kuni, har daqiqasi, har soniyasi, har bidon mana shunday baxtli, quvonchli, unutilmas, betakror onlarga to'la bo'lishligini yaratgan Allohimdan so'rab qolamiz. Otajon, ana endi bir chiroyli duo bersangiz, biz mana shu yerdagi barcha aziz mehmonlarimiz uchun yaxshi niyatlarimizni yo'llasak-da, ana undan so'ng biz ham o'z uyimiz tomon yo'l olsak, otajon. Marhamat. Qani bir chiroyli duo berasiz. Marhamat, keling.
boshlam oilasi bilan qo'shcha qarisin, nevara chevara bosh bo'lsin, bizlarga qatorimiz bundan da ko'payaveraylik. Umr uzoq bo'lsin, kelasi yillar ham shu nasib qilsin, to'g'ri qilsin. 60 yosh yubiley bugun pensiya shu nima deymiz, yaxshi kunlari ko'p bo'lsa, qolgan umrini faqat yaxshi farovonlikda og'aynilar bilan, bizlar bilan birga o'tkazish nasib qilsin. Amin. Keling endi nevaramizdan eshitamiz, keling. She'r aytib berasan? Ayt. She'r ayt. Ayt, tashi. Ayt. Sen tabrikla qizim. Bu har kuni bu de. Baba tabriklayman. Onajon, yaxshiliklaringiz bormi? Sizdan eshitishni xohlayaptilar, qarang. Bilmay o'tirgan ekanmiz, mana. Marhamat. Hammalaringizga katta rahmat. Mana shu bolalarimga ham hech qachon kutmagan edim bunday sovg'alarni. Hayron qoldim. Surpriz qildi hammamizga. Sog' bo'lsin. Shu kelinlarim bilan qo'sha qarisin, baxtli saodatli bo'lsin. Nasib bo'lsa yana yilga qo'shaloq to'ylar qilaylik. Haqiqat to'ylar qilaylik. Nasib bo'lsa Asilbekjonim bolalariga, Azbekjonim bolalariga qo'shaloq bayramlar qilaylik, to'ylar qilaylik. Hammalaringizga katta rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Mana shu ro'za Ramazon oylarini hammamiz sog' salomat o'tkazaylik. Hammalaringizga rahmat. Sizlarga ham katta rahmat. Rahmat, juda qarsak bo'lsin. Ana endi barchamiz mana shu yerga yig'ib o'tirgan otajonimiz Alisher otamizdan chiroyli duolarni, yaxshi niyatlarni tilaymiz, otajon. Marhamat. Aha. Xo'p bo'ladilar. Bugun o'z vaqtlarida emasdan tashrif buyurgan, mana shu quvonchli kunga tashrif buyurgan barcha aziz mehmonlarimizga ham rahmatlarimizni yo'llaymiz. Otajon, onajon, kamchiliklar bo'lsa ham sizlardan uzr so'raymiz. Xizmatimizdan rozimisiz? Rahmat sizlarga. Sog' bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling. Barcha aziz mehmonlarimizga ro'za Ramazon oylari, bahor oylari muborak bo'lsin deymiz. Mana shunday quvonchli onlarda yana sizlar bilan ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling deymiz. Omon bo'ling. Yakuniy bir juft qo'shiqlarimiz bor, ha? Onajon, otajonlarimiz o'ynayveradi. Marhamat. Yaxshi kunda yonimda, yomon kunda yonimda, yonimda har onimda, yonimda har onimda. Mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim. To'ylarimda yurarlar, bir yonimda turarlar, go'rga deb baqirarlar, go'rga deb baqirarlar. Mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim. Yoshligimizda eslab maktabimizga bordim, yerda sizlar sog'indim, yerda sizlar sog'indim. Mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim. Omon bo'lsin boshlaring, oqarmasin sochlaring, yuzga kirsin yoshlaring, yuzga kirsin yoshlaring. Mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim. Sevgilarim yoshgacha, sezmadik shu vaqtgacha, sinfdoshlar boshqacha, sinfdoshlar boshqacha. Mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim. Qog'oz qalamni oldim, she'r yozib kuyga soldim, sizlarni esga oldim, maktabni esga oldim.
mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim, mening sinfdoshlarim.